Aziz meditatsiya qilib bilmaydi, ham sol sebepdan meditatsiya istamaydi, ham ол qisqa format videolarni ko'radi, ham o'z e'tiborini asta-yaqin o'ldirib boradi. Qayratda meditatsiya istab bilmagan o'z vaqtida, biroq ол hech qachon izlanuvdan to'xtamagan. Buning natijasida ол o'z e'tiborini asta-yaqin kuchaytirib olgan. Bugungi kunda ko'pchilikda bo'lmagan super qobiliyatini oshib olgan. Bu fokus, e'tibor, qayratday bo'l. Salam, mening atim Musa. Bu yerda o'zim bilgan ma'lumotlarni, o'zim bilgan shaxsiy rivojlantiruvchi bilimlarni bo'lishib boraman. Agar shunday zotlarga qiziqmasangiz, tumandagi like ham podpiska knopkasini bosib qo'ying. Bu menga ulkan yordam bergan bo'ladi. Meditatsiya ne o'zi? Meditatsiya bu shigiz xalqlaridan kelib chiqqan shinig'u bo'lib, bu shinig'u tekrardan e'tiborga qaratilgan, e'tiborning kuchaytirishga qaratilgan. Meditatsiya qadimgi tilmiy aytganda dem chiqaruv ham dem oluv bo'lib hisoblanadi. Bu prosesda sol demga e'tibor beruv, ko'zni yumib turgan holda. Demni alasang, chiqarasang, ko'zingni yumib o'tirasang, demga e'tibor berib turasang, miying boshqa zotlarni o'ylab ketgan кезде, so'ng miyingni demga qaytarib kelsa, buning natijasida so meditatsiyadan bir repetitsiya bo'lsin, tas ko'targandek qilib. Sol meditatsiya. Ol qanday tarixini aytib bermay qo'ying, eshitmay qiziq emas qilib, foydalarini aytib ketaman, so'ng uchun baxt sezimini asru imkoniyatini beradi. Siz meditatsiya istagan кезде o'z dopamin darajalarini tabiiy holina qaytib boshlaydi. Misol uchun, sen dopamin darajalaring nerda bo'lgan bo'lsa, nerda bo'lgan bo'lsa, asta yaqinlikdan bitib ko'tarilib boradi, ham so bayaq balalig'ingda holga qaytadi, ham sol vaqtda shodliklarni qayta sezina olasanda, shodlikni sezgan кезде ming dopamin ishlab chiqaradi-da. Misol bizning hozirgi zamonimizda dopamin tabu avansa, eng yomon yerdan tabu mumkin bo'lgan yer bu Instagram. Instagramda hamma mem qo'yadi, xullas kulgili zot qo'yadi, ming dopamin oladi. Buning natijasida narkomanga o'xshab qolasan, qadimgi har jib bergan кезде kayf oladi, shu kayf qaytib qoladi, ham ikkovini olib kerak bo'lib qoladi, shu birdek kayfga yetish uchun. Xullas tushundingmi? Sabrlilikda ham chidamlilikda asiladi. Meditatsiya istagan odam dopamin darajalarini aytganimdek ko'tarib borgandan keyin u chidamlilik ham asadi, ham suv ichganda maza olib qoladi, uylangandan keyin. Sonda eng tekarlisi e'tiborini qaytarib beradi. E'tibor qila oluv qobiliyati hozirgi bizning zamonimizda eng qimmatbaho qobiliyatlardan biri. Shuni qaytarib bera oladi. Instagram qilgan ziyonni qayta tiklay oladi-da. Tabiiy hozirgi momentga e'tibor beruvda asadi, ham sol sebepdan sening miying o'zini o'zi qiynavda to'xtatadi. Stress, depressiya hammasini azaytadi. Hozirgi momentga qaragan odam kelajakdan ya o'tmishdan uni o'ylamaydi, ham o'kinmaydi. E'tiborli odam salam shumuslarni elada o'nimli istaydi. Xullas istewda az ko'rsatma foydalarini ko'rdingiz. Istewga sira stoyt. Istew umuman dunyo yuzini belgilashini o'g'il. So'ng uchun istew juda ansat. Xullas telefondan azonda yetdi turgan кезде taymer qo'y. Taymer 5-10 ya 10 minut bo'lishi kerak. Сөйтіп ko'zingni yum. Dem al, qattiq shuhur dem olasan, qan ishlarni qiymalab ko'taradi dem olganingiz. Negisi sol haqiqiy qaytib dem olish kerak ekan. Dem chiqarasan, so dem olib dem chiqargan кезде miyingning e'tibori demda bo'lishi kerak. Boshqa demdan boshqa zotlarni o'ylab ketadigan bo'lsang, o'sha miyingning e'tiborini o'sha demga qaytarib bersang, ham qanday bir tasni bir ko'targandek bo'lsan, tasni ko'targan biceps bo'ladi. O'sha zot istaganda e'tiboring oladi, e'tiboring kuchayadi. Главный har kuni takrorlab istab turuv ulkan natijalarni beradi. To'xtab qolmau kerak, uni bugun istay olmadim deb. Uni bir kunni bir marta deb e'tibor berib dem oldingmi? Bo'ldi, so hisob bugun meditatsiya istagan bo'lasan. Ammo o'sha odatlarning tekrorida ulkan natijalarga erishib, o'sha foydalarni ola olasan. Пока.